Hammaga salom. Meni ismim Javohir va bu meni birinchi videoyim. Bugungi sana 2025-yil 18-dekabr. Bu videoni olishimga juda ham katta sabab bor. Ya'ni meni dangasaligim. Men Instagramda kontentlar qilarman, har xil ideyalar qilib, SMM menejer bo'lib ishlarman, brand face bo'lib ishlarman, lekin bularning hammasini orqaga tortadigan narsa bu meni dangasaligim hisoblanadi. Va shu narsani men yo'q qilishni xohlagan holatda 2026-yilni kutmadim. O'zi 2026-yilda yangi hayot boshlayman deb plan qilaman, qilyotdim. Og'aynilarim boshqalar aytishdi. Keyingi yilda tipa dushanba kun bo'ladi-yu, shunaqa tema bo'lib qolyapti. Qo'ya qoldim. 2026 kelsa ham qilmasligim mumkin. Dangasaligim uchun shu qarorga keldim. Ya'ni bugundan boshlab hayotimni o'zgartiraman. Qanaqa? Men oldinlari Instagramdan tipa pul ishlash xohlardim, to'g'ri, lekin qaradim. Odamlarga manfaatli, ya'ni odamlarni o'yladim, kontent qilishni ham har xil holat bo'ladi-yu, kimdirlar prosta bachkanalini ham qo'yib yuborishi mumkin, lekin men uni xohlamayman. To'g'ri, ko'rishinglar mumkin Instagramimda bachkana videolar ham bor, yo'q emas. Bor, orasida bor. Palibon bor. Nega qo'ydim men uni? Aktiv olish uchun. Ya'ni men oddiy, foydali bo'lsin deb ideya qilganim, ozgina prosmotr olyapti, lekin qanaqadir bachkanali 2000 ta, 3000 ta prosmotr olyapti. Like bosishyapti odamlar foydasiz trendimga. Shu sababdan men bitta qarorga keldim. Bu qaror odamlarning foydasini o'ylab yoki odamlarga qanaqadir foyda berish uchun kontent qilmayman. O'zimga foyda bo'lishi uchun Instagramga har kuni post joylab boraman. Bu qanaqa bo'ladi? Bu endi meni shaxsiy akkauntimga qo'yiladi. YouTube'ga ham qo'yishim mumkin. Shuni o'ylab turibman hozirgi kunda. Va buni qo'yganimdan keyin bu pin qilib qo'yaman. Birinchi videoim hisoblanadi. Va undan keyin men kunlik videolarimni qo'yishni boshlayman. Ya'ni bu 2026-yildagi har kunlik videoim bo'ladi. Men ertalabdan turib kechgacha bo'ladigan har bitta ishimni bir kun oldin yozib qo'yaman. O'sha kuni, ertasi kuni men o'shani qilishim kerak. Videoni Instagramga joylayman. Odamlar ko'rib, yozgan narsamni boshida, videoni boshida ko'rsataman-da. O'sha kunni o'zida boshlab bir kunimni video qilib chiqaraman. Va o'shandan keyin odamlar ko'radi, qilgan ishim va bu yoqda natija. Ya'ni yozgan narsamni natijasi bilan ko'rsatib chiqaraman. Lekin bitta narsa bor. Men olgan videoyimni mana hozir 18-dekabr kuni olgan videoyimni 19-dekabrda qo'yaman. Sababi 19-dekabr kuni men montajini qilaman. Uni ham ssenariyga kirgizib qo'yaman. Va 19-kundagina tushundinglar o'zingizlar, keyingi kuni qo'yaman. Xullas shunaqa. Lekin hammasi как положено rejim asosida bo'lishiga harakat qilib va bu harakat orqasida o'zimga ham foyda ishlab olaman. Chunki bu meni jadvalimda kitob o'qish bo'ladi. Har kuni qancha bo'lsa ham soat belgilanadi. Betamas endi. Ishga boramanmi? Ishda ideya qidirayotgan joyimda boshqa narsalarga chalg'imayman. Ishmi? Ish, как положено ishda o'tiraman. Har bitta proyektim bo'yicha yangilanish kirgizaman o'zimni ishimga. O'zim ustimda ishlayman. Ishim ustida ishlayman. Kelajak uchun ishlayman. Как положено rejim qilaman va kuniga kitob o'qib, undan tashqari podkast ham ko'rishni yozib chiqaman. Xudo xolasa bugun yozaman va ertaga uni sinmat qilishni boshlayman. Agar men Instagramga qo'ymay qo'yadigan bo'lsam, bu meni omadsizligim bo'ladi. Bu meni aybim bo'ladi va o'zimni o'zim shuncha odam yonida sharmanda qilganim qoladi. Shuning uchun men ertalabdan ertaroq turishga harakat qilaman va hammasini yozib keyingi videoda ko'rasizlar. Xullas sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Instagramga patiska bosinglar, xohlasanglar bosmanglar. Endi bu videolarim patiska yig'ish uchun emas, like yig'ish uchun emas. Lekin agar mehnatimni qadrlasanglar, like bosib qo'yinglar, bo'ldi. Shunchaki bu narsani boshqa odamlarga ham yetib borishni xohlayman. Instagramdan qanaqadir foyda qidirib,
o'tirmaydi, chunki bachkalalik bosib ketgan, уже yetadi. Ha, yana aytgancha. Даже bu videoni ham men olmoqchi emas edim. Ertaga olaman deb kecha ham yetib yurdim. Va bugun o'zimga o'zim qaror qildim. Bugun olmasam boshqa hech qachon olmas ekanman. Charchamaydi.